Men Guvalık Bayıcı Abdurrahman Sattar. Men Qashqar shahridan, Davlatbog' G'izab Bog'cha-O'ltiroq rayonidan. Meningki chet el chiqish sababim sayohat uchun chiqqandim. Xitoy kommunistlarininki Bag'an siri Uyg'ur rayonida bostirishlarninki kuchayib ketganligidan shu sababdan men tushunmay chet elda turib qolgani hozir 2,5 yil bo'ldi. Meningki bu guvohlik berishga sababim Xitoy kommunistlarininki Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Doğu Turkistonda jazo lagerininki yo'q ekanligida tinmaganligidan men bu jazo lagerida bizning Uyg'ur 3 milliondan ortiq Uyg'ur qarindoshlarimizninki shu jazo lagerida tarbiyalanayotganligi, jazo o'tayotganligi, ularning hech qanday bir gunohi yo'q ekanligidan jazo o'tayotganligini, ya'ni şu Xitoy kommunistlari qarshi men guvohlik bergina bu guvohlik berish uchun men bu guvohlik chiqyapman. Birini meningki urug' tuqqanlarimdan 7 dan urug' tuqqanlar 7 tuqqanim, bir onam 8 yildan hech qanday xabari yo'q. Bularninki 4 tun bolasi bor, hammalarininki bu akalarimdan, achilarimninki. Birinchisi mening onam Atkem Ömer. Bu onamninki biz 8 bola. Men bir chet elda qolgan 7 dan tuqqanim vatashida. Bu 7 bolaninki birinchisi Minaver Sattar. Bu acamning 4 bolasi bor. İkincisi Muxtar Sattar. Bu akamninki 4 bolasi bor. Üçüncüsü Abduxoliq Sattar. Bu akamninki 5 bolasi bor. Dördüncüsü Mukarram Sattar. Bu acamninki 4 bolasi bor. Beşincisi Şahimerdan Sattar. Bu akamninki 2 bolasi bor. Altıncısı olsa men chet elda, yettincisi olsa meningki bir kenimda inim bor, Abbas Sattar. Bu inimninki 2 o'g'li bor. 8-incisi olsa Xitiram Sattar. Bu singlimninki 4 bolasi bor. Bu ularninki hech qanday aloqasi yo'q. Bularninki o'likmi, hayotmi? Bularninki hech qanday aloqasi yo'q, lekin bizning bu urug' tuqqanlarninki faqat millam emas, faqat nurg'un chet elda turayotgan Uyg'urlarninki hammasiniki urug' tuqqanlarninki aloqasi yo'q, aloqalashmaydi. Bu anandaki mening bir tog'am bo'ladi, tog'am bor, meniki tog'amninki oilasininki bu tog'am o'lib ketganda, men bu tog'amninki ayoli, qolgan 4 o'g'li, 3 qizi bor. Bu tog'amninki oilasida hech qanday xabar yo'q bu tog'alarimninki. Birinchi o'g'li qari Tevekkul Rahman. Bu o'g'limdan hech qanday xabar yo'q. İkincisi Ahmetcan Rahman. Bundan hech qanday xabar yo'q. Üçüncüsü Tursungul Rahman. Bu acamdan hech qanday xabar yo'q. Dördüncüsü Hüseyincan Rahman. Bu akamdan hech qanday xabar yo'q. Beşincisi Osman Rahman. Bu akamdan hech qanday xabar yo'q. Altıncısı Buzragul Rahman. Bu acamdan hech qanday xabar yo'q. Mana bu bizniki bu urug' tuqqanlarning ichida yana sanab kelsam bekjiq. Bularninki hech qanday aloqalash xabari yo'q. Men hozir 1,5 yil bo'ldi bular bilan aloqalanmoqman. Men bularninki rasmlariniki hammani Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, inson haqlari tashkilotiga, Erkin Asiyanınki muxbirlarga, şu Amerikadaki, Türkiye'deki Amerika konsullarga, insan haqlari tashkilotlariniki hammasiga men bularninki rasmlarini berdim. Mana bu meningki onam bo'ladi, bu Atkem Ömer. Mana bu mening onam. Bu meningki ikkinchi akam Abduxoliq Sattar. Mana bularning hech qanday xabari yo'q. Undan keyin mana bu akam, birinchi akam bo'ladi, Muxtar Sattar mushab kivaga o'tirdi ekan. Mana bu akamning hech qanday xabari yo'q. Ondan keyin mana bu qizilcha o'tirdi ekan. Ahmetcan Rahman, meningki tog'amninki cho'ng o'g'li bo'ladi.
cho'ng o'g'li. Men mush oilalikdan hech qanday xabari yo'q. Bularniki hamma rasmlarini bu yerda ko'rsatib o'tamidim. Bularning rasmlarining hammani men boyadan degandek yuqori organlarga berdim. Alloh xolsa bularning davosini bundan keyin bo'shib qolmay, Xudoyim bilsa ben çokum qilaman bularning davosini. Çokum mushular erkinlikka erishishimlik, men mushularning davosidan bo'shashmayman.